Alo. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Madinaxon opa bilan bog'landikmi? Ha, men. Ahvollaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yaxshi, rahmat. Yo'q. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kun va ushbu ajoyib kunlarda qarshi olayotgan yana bir xayrli yoshingiz, Alloh izniyle dunyo yuzini ko'rgan kuningiz 23 bahoringiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat, sizga ham rahmat. Minnatdormiz. Ayni fursatlarda yaqinlarim uchun tabriklarim loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugungidek quvonchli kuningizda sizga yetkazishimiz kerak bo'lgan tabriknomamiz bor edi. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxminingiz bormi? Bilmasam endi otam, onamni, ikkita ukalarim bor. Albatta. Katta ukam Abdurasul bo'lsa kerak. Bugungi kuningizning asl sababchilari bo'lgan mehriboningiz, onajoningiz Shoira opamiz hamda dadajoningiz Abdullajon aka tomonlaridan qabul qilgaysiz. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim. Tabrikka qo'shiluvchi ukajonlaringiz Abdurasulxon, Muhammad Aziz va barcha yaqinlar oila a'zolaringiz nomidan Shoiraxon opamizni sizga atalgan tabrik so'zlarini Allohni vakil qilgan holatda Alloh roziligini niyat qilib, o'zi qodir etganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat sizga, dilojoningiz bilan tinglaysiz degan umiddaman. Assalomu alaykum. Bizning mehribonimiz, uyimizning ko'rki, chiroyi bo'lgan bu dunyodagi eng aziz mehribon insonlarimizdan bo'lgan qizalog'im. Seni bugungi tavallud ayyoming, ota-onalik baxtini his ettirgan kuning, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummati bo'lgan shukrona kuning bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Allohimdan sog'lik, salomatlik, uzoq umr, ishlaringga rivoj, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sendek qalbi pok, samimiy, mehribon qizimiz borligidan Allohimga ming bora shukronalar aytamiz. Ilohim 100 yoshlarga kirib yurgin, hech qachon dard chekmagin, aslo kasal bo'lmagin, ikki dunyo saodatini ko'rgin, har yerda yuzing yorug' bo'lsin, qadding va qadring hamisha baland bo'lsin. Ilohim xonadoningda faqat va faqat qut baraka mehmon bo'lsin. Allohim qo'sh farzandlar ato etsinki, ular ortidan doimo rahmatlar eshitib yurish va hamisha ularning baxtidan, shodligida, birgalikda bo'lishlik senga Allohimdan so'rab qolaman. Qizalog'im, seni shu qadar yaxshi ko'ramanki, ta'riflashga so'z ojiz. Inshaalloh birgalikda Ka'batullohga borib Ka'bani qayta va qayta tavof qilishlik baxtini Allohim barchamizga nasib etsin. Birgalikda jannatlarda ham ko'rishishlik, jannat bog'larida ham mana shunday ahil oila bo'lib yashashishlik Allohim hamisha bizga nasib qilsin. Sog' omon bo'lgin. Seni juda ham ko'p yaxshi ko'raman va dunyodagi barcha yaxshiliklarni, ezguliklarni senga Allohimdan so'rab qolaman. Neki orzu istaklaring bo'lsa Allohim seni ortig'i bilan yetishtirsin. Jonim qizim, boringga shukr. Seni menga bergan Allohimga ming shukrlar aytaman. Seni bor ko'nglim doim xotirjam, yarmim butun qalbim shodondir. Sen bor menga hech bir dard va alam yaqin yo'l olmagay. Mehribonim, qizalog'im, ilohim, hech qachon aslo mehrli yuz ko'zlaringdan qayg'u, g'am, kamligi bo'lmasin. Dunyo turguncha turgin mening mehribonim, farishtam, qizalog'im deya onajoningiz ushbu satrlarni Shoira opamiz siz uchun yo'llabdilar. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Onamni ham, otamni ham mahkalarga borish nasib qilsin. Ilohim. Aytganingiz kelsin. Mashalloh. O'rtangizdagi mana shunday go'zal oqibatga ko'z tegmasin. Onajoningiz uchun siz ham juda ham kerakli aziz insonlar ekansiz. Ular uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Ana endi sizni yaxshi ko'ruvchi mana shu mehriboningizni yana bir she'riy nomalari bor edi. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasam maylimi? Xo'p, mayli. Minnatdormiz. Ezgulikka to'la bo'lsin yuraklari, ro'yobiga oshsin shirin tilaklari, g'am anduh ko'rmasin umr yo'laklari. To'rga bo'lib berdim jonimni, axir qizlarimni xafa qilmagin, iltimos taqdir. Chopkirmasin ko'zlarining qorasiga, yo'ldosh bo'lsin otasiga, onasiga. Baxtin ko'rsin omad yoz peshonasiga. Mehribonim, to'rga bo'lib berdim jonimni, axir qizlarimni xafa qilma, iltimos taqdir. Ro'baro qil sen hamisha yaxshilarni, teskari qil
dili nopok qarshilarni mayli menga ber, hayotning tashvishlarin to'rtga bo'lib berdim jonimni axir, qizimni xafa qilmagin ey taqdir. Shukr deyman tirnoqqa bo'lmadim zor, ko'zim munchoq salomat qizim bor, nolimasman sendan hech parvardigor, yuzlarimni bosganimda yuzlariga, dunyolarni tilayman qizlarimga, peshonamiz bir umrga terda qolmas, armondagi o'lja faqat yerda qolmas, tobutimiz ko'tarilar yerda qolmas, ajablanmang mening ushbu so'zlarimga, yuzlarini bosganimda yuzlarimga, dunyolarni alishmasman qizlarimni deya ushbu ajoyib she'riy nomani ham sizga yo'llabdilar. Rahmat. Ham katta rahmatingiz bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham, bizni tinglaganingiz uchun minnatdormiz. Biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Har doim Alloh o'zi uchun ibodat qiluvchi va o'zi suygan sarala bo'lgan, rozi bo'ldim deya jannatiga loyiq deb bilgan hamda ikki dunyo saodatida erishtirgan va ota-ona roziligiga yetishtirgan bandalari safida bo'lishlik sizga nasib qilsin. Ayyomlar muborak bo'lsin. Sizlarga rahmat, ham katta hammalariga katta rahmat. Tashakkur, minnatdormiz. Bor Abdurasul unga ham katta rahmat. Allohning panohida bo'lsin u ham. Hammalariga katta rahmat. Ota-ona ibodat uralarga bo'lishni ko'plarga ham. Hammalarini yaxshi ko'raman. Rahmat sizga ham, bildirgan chiroyli duolaringizdan Alloh rozi bo'lsin va bugungidek ayyomingizni unutilmas go'zal holatda mana shunday mehribonlar, qadrdonlar davrasida o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Omon bo'ling. Rahmatdan katta.